Canlarım, uy sharoiti shunaqa qozon-qoq tayyorlashni ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Endi dumbani to'g'rab olamiz. Jizza qilayotganinglarda ozgina nomoq suv sovarsanglar, jizzanglar mazali yog'i tez ajraydi. Go'shtimizni tillarang qilib qizartirib olamiz. Go'shtimizni qizartirib olgandan keyin mayda qilib to'g'rab qo'ygan pomidor, piyozimizni solamiz. Ziravorlardan zira, kashnus, tuz. 1 litr suv solib, olovda 3 soatga dimlab qo'yamiz. Kartoshkamizni nomoq suvga solib qo'yamiz. İçlarigacha maza kirib turadi. Go'shtimiz pishgandan keyin idishga ko'tarib olib, teydiga shirasini olamiz. Qozonni tozalab olib, yengil yog' solib, kartoshkamizni yengil qizartirib olamiz. Videoda ko'rsatilganday taxlab qo'yib, 40 minutga damlab qo'yamiz. Endi eng zo'r joyi keldi. Go'shtimizni ko'tarib olamizda, olovni sal baland qilib, kartoshkani qovurib olamiz. Shunaqa qilsanglar, kartoshkalar qisir bo'lib chiqadi, bolajonlarim. Kartoshkalarimiz qaraylar, shunaqa qarsil. Bolajonlarim, turmush o'rtog'inglar kelishli shunaqa ovqatlar qilib kutmasanglar, sizlarni ta'minlab yaxshi ko'rib ketadi. Bay, mazasini juda mazali. Ta'riflab bera olmayman.